Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bemorimiz Kenjayev Maqsud aka birinchi marta qachon va qanday shikoyatlar bilan kelgan edingiz? Birinchi marta 26-martda davleniya yuqori 180 ga 100 davleniya bilan kelgandim. Yurak urish, qichoq tutish. Shundan keyin mana Mashhuraxonga rahmat, o'lchab davleniyalarni nazarchina qilib, yaxshilab analizlarni olib, bundaqa doktor men ko'rmaganman. Bundaqa tekshiradigan doktorni ko'rmaganman. O'sha tekshirib tomirlar, mana tomirlarni birinchi marta mana bo'yin tomirlarini men hech shuncha kardiologga borganman, birontasi bo'yin tomiringizni tekshiray degan yo'q. Shu qizim tekshirib bo'yin tomirlarini tekshirdi, mana yaxshilab echo qildi, kardiogramma qilib, hamma narsalarni nazarchina qilib, aytganlarini qilib, mana 1 oydan keyin keldim. Undan keyin yana nazarchina qilib berdilar. Mana 3 oydan keyin kelib, mana hozir 180 davleniya bilan o'tiribman. Ko'rasizlarmi azizlar? Bu bemorimizdan Maqsud aka iltimos tushib deb shunaqa xursand bo'lib ko'zimga yosh kelib ketdi. Bularni o'rtoqlar bilan birga keladilar. Doim o'rtoqlarda ham zo'r rezultat bor. Ana o'tchi bitta narsani bilish kerakda, atrof muhitimiz qanaqa bo'lsa, o'shanaqa ketamizda. O'rtoq ikkalasi bir-birini tortishadi-da. Nima bo'ldi ham bularda? Hozir xursand bo'lib ko'zimga yosh kelgani sababi bularga mana og'izlaridan eshitib turibsizlar. 180 ga 100 davleniya bilan kelgan. 180 ga 100 davleniya. Lechenyalarida prям birinchi kasallikni ildizini tugatish uchun qaratilgan dorilarni yozib berganman. Ikki xil turdagi bemorlar bor-da. Agar dorilarni vaqtida ichadigan bemorlar bilan qo'shimcha men yozib beradigan, men oldimga kelgan bemorlar biladi, undovli tavsiyalarim bor. O'sha undovli tavsiyalarni qiladigan bemorlar bor. Ularda mana shu bemorlar qatoriga kiraman. Mana shu tavsiyamni ham birga qilganda ishonasizlarmi, dorining dozasini kamaytirishga majbur bo'lib qolishyapti. Dorini dozasi kamayapti, soni ham kamayapti, doza ham kamayapti, davleniya o'zi tushib ketyapti. Oldin 180 ga 100 dan tushmagan. Endi tushib ketyapti. Ikkinchi turdagi bemorlar bor, faqat dorini ichadi, bo'ldi, davleniya ham yaxshi bo'ldi-ku deydi-da, tavsiyalarni qilmay yuradi. Xursand bo'lib ko'zimga yosh kelgani shunda-da. Yo, sizlarga rahmat. Rahmat. Sizlarga rahmat. Chunki bemor mana shifokorga, har bir shifokorga bemorni mana to'lab kirib, u boshqa narsa, lekin natijani ko'rish umuman boshqa narsa-da. Yuring deyilgan suv ichish haqida nima tavsiya? Har bir 1 soat yuraman. 1 soat 20 minut yuraman. Ertalab 6 da bomdodda o'qigandan keyin 1 soat 20 minut yuraman. Hozir mana boshida nechta dori bo'lgan? 6 ta, 8 tami dori bo'lgan, keyin 6 ta bo'lgan. Hozir 2 ta dorida turibdilar. Hozir mana bu yana bitta dorisini tabiiyga o'tkazamiz. Hozircha mana 2 ta boshqa a'zolarga zarar berishi mumkin. Dorilarni doim aytaman-ku, yomon ko'raman. Dori haqiqatdan ichish kerak emas. Qayergadir foyda, qayergadir zarar. Boshida sizga berilgan dorilar dozasi katta edi. Bundan mana men xavotir olib xursand bo'lib ketayotganim hozir, demak sizni dorini dozasi qancha kamaysa, yomon ta'siri shuncha kamayadi-da. Yomon ta'sir shuncha kamayadi. Hozir siz shunaqa etapga keldik. Rahmat. Shunaqa etapga keldik. Xudo xolasa bundan buyoqqa mana davom ettiradigan bo'lsangiz, o'sha sekin asta davleniya doridan chiqishimiz mumkin. Buning uchun azizlar vaqt kerak bo'ladi va bemorlar tomonidan ham harakat kerak bo'ladi. Bitta odam bilan uni bo'lmaydi. Bitta odam bilan dorisiz tuzalishni xohlaysizmi? Unga vaqt kerak bo'ladi. Bular ham dorisiz tuzalishni xohlayman deb kelganlar. Lekin boshida bari o'zimkida turdim, tekshirib, dori kerak dedim-a. Ichdilar. Mana o'sha 2-marta kelish 4-oy, boy 4-oy 1 oydan keyin kelgan, keyin 3 oydan keyin kelgan. O'sha dorilarning soni kamayib boryapti. Azizlar, dorilar bilan birgalikda aytgan tavsiyalarni qiladigan bo'lsangiz, haqiqatdan bomba rezultat bo'ladi. O'rtog'ingizda nima dedim? O'rtoqlarida qon tomir bilashkalari yo'q. Bilashkalari yo'q bo'lib ketibdi mana o'rtog'im. Toza bo'lgan bilashkalar. Hech qanaqa bir aldov-paldovlar bilan emas, qanaqadir bir $500, $1000 dorilar bilan emas, to'g'rimi? Oddiy shu yozib bergan 2-3 ta dorilaringiz bilan shunday bo'ldi. Ko'rasizlarmi? Men ham shu aytganini qilib, boyagiday piyoda yurib, harakat qilib,
har kuni yana Diyeta qilyapti. lavlagi, chesnok. Aytgan gaplar, chesnok, limon uzmayapman. Chesnok, limon bor. Qarang, diyeta deganda ham nima qilyapsiz? Faqat qaynatilgan, dimlangan narsalar emas-ku, to'g'rimi? Yo'q. O'zimiz o'zbekcha ovqatlar, massavalar o'zimizniki, to'g'rimi? Har doim ovqatlarimiz u naqa bir chet elniki, avokado bir nima ovqatlar emas, azizlar. To'g'ri aytyapman? To'g'ri. Yoki bir bozordan borib qimmat narsa Yo'q, unaqa narsa olgan. Oddiy uyda ro'zg'orda nima bo'lsa, shuni yeb ichaymiz. Faqat to'g'ri Faqat to'g'ri, kam yeymiz. To'g'ri. Mana shunaqa azizlar, salomat bo'lasizlar, o'zingizga ehtiyot qilingizlar, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lingizlar. Rahmat sizga.